Erkaklarga ko'plab ne'matlar beriladi va ular qatorida hur ayinlar beriladi. Mana endi erkaklarga hur ayin berilsa, ayollarga nima beriladi? Jannatga kirgan ayollarga esa bunaqa narsa aytilmagan. Buni hikmat haqida ulamolar quyidagi so'zlarni aytadi. Nima uchun bu narsa aytilmagani so'ralmaydi, balki Alloh taoloning xohishi deb qo'yish kerak. Mana shu to'g'risi. Ikkinchi aytiladigan gap, bu yerda ikkita hikmat bor desak adashmaymiz. Birinchisi, ayollarning tabiati hayo. Shuning uchun Alloh taolo ayollarga ular hayo qiladigan narsani ochiq oydin bayon qilmagan. Ikkinchi gap, oyat karimada erkaklarning ayollarga bo'lgan rag'bati boshqa narsalarning muhabbatidan muqaddam qo'yilgan. Chunki mana dunyoda erkak kishiga eng yoqadigan 6 ta narsa saralganda birinchisi ayol aytilingan. Astagfirullah. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Odamlarga ayollardan, bolalardan, to'p-to'p tilla va kumushdan, go'zal otlardan, chorvadan, ekin-tikindan iborat shahvatlarni muhabbati zinatlandi. Zinatli bo'ldi. Mana shu narsalar ko'zimizga chiroyli ko'rinadi. Keng hovli, chiroyli mashina, to'p-to'p oltin kumush, ayollar. Demak, mana shu oyatda insonning nafsi ishtaha qiladigan va uni ko'rganda lazzatlanadigan ne'matlar aytildi. Mana avvalida erkaklarni jannatga targ'ib qiladigan, ular yaxshi ko'radigan narsalarning eng birinchisi aytilganda ayol aytildi. Shuning uchun erkak kishi shu bir ayolga yetishligi uchun o'zini molini sarflaydi. O'zini haromada bo'lishligi uchun qanaqa sarf-xarajat bo'lsa hammasini qiladi. Chunki dunyoda erkaklar qo'lga kiritadigan eng yaxshi ne'mat, eng yaxshi mato bu solih ayol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunya mata'un va khayru mata'id dunya al-mar'atus soliha." Bu dunyo mato. Uy, mashina, telefon, dunyo mato. Dunyo matohdan iborat. Endi mana shu matohning eng yaxshisi solih ayol deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana jannatda jannatiylarga ato qilinadigan eng ulug' ne'mat Alloh azza va jallaga nazar solishlik hisoblanadi. Mana shunday bir ulug' baxtga muyassar bo'lgan solih insonlar Alloh taologa qaraydi. Alloh taoloni ko'radi. Mana endi O'shi rahmatulloh alayh ana shu holat, Alloh taologa qarash, Alloh taoloni ko'rishlik qanday bo'lish haqida so'z yuritadi-da, uni shaklsiz, idroksiz va biror timsolsiz bo'lishligini bayon qilgan. Shaklsiz, timsolsiz ko'riladi. Bu qanaqa bo'ladi? Sofo Loyor bobomiz aytadi: "Ko'ngilda ketsa, ko'zga tushsa har shay, erur andin munazzah xoliqi hay." Alloh haqida qanaqa tasavvur kelmasa